Navbatdagi o'rintuq jarayonimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi ishlab chiqarish korxonamizdan biriga avtomatik darvozamiz hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Avtomatik darvozamiz bo'yiga ham eniga ham 4 metrdan bo'lgan, kaltkamiz esa 1.50 ga bo'yi 4 metr bo'lgan. Mana ish jarayonimiz bitdi. Mana shu korxonaning bir ishonchli vakillaridan biriga pultimizni topshiryapmiz. Aka, shu bizni kuzatayotganlarga shu qog'oz fikringiz darvoza haqida. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli avtomatik darvozachi obunachilari. Sizlarga shuni aytamanki, biz shu ijtimoiy tarmoq orqali shu akkauntga yozgan edik va ustalar kelib darvozalarni o'rnatib ketdi. Va agar sizlarga ham shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, Shukurullo avtomatik darvozachilarga murojaat qilsanglar, sizlarga ham shunaqa o'rnatib ketadi. Alloh o'zini aka. Salomat bo'ling. Sizlarga omad.